Shoshilinch yomon xabar. Ayni damda Dubayda dam olayotgan Munisa Rizayeva xalqdan duo qilishini so'rab jiddiy murojaat bilan chiqdi. Azizlar, videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. O'zbek estradasi yorqin yulduzi Munisa Rizayeva kutilmaganda tarmoqlar orqali o'z obunachilariga biroz xavotirli xabar bilan yuzlandi. Xonanda ayni damda Yaqin Sharq mintaqasida yuzaga kelgan murakkab vaziyat tufayli barchadan tinchlik so'rab duo qilishini iltimos qildi. Gap shundaki, Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlashgan ziddiyatlar sababli butun mintaqada, xususan Dubay shahrida ham havo qatnovlarida jiddiy uzilishlar kutilmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan deyarli barcha xalqaro havo reyslari bekor qilingan bo'lib, katta ehtimol bilan hozirda Dubayda O'zbekistonga qaytish parvozlari ham noma'lum muddatga to'xtatib qo'yilgan. Boshqa davlatda qolib ketgan xonanda obunachilardan dunyoda tezroq tinchlik o'rnatilishini tilab, qo'llab-quvvatlab turishlarini so'ragan, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.